Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana kanallar haqida, kanallar uy sharoitida boqish haqida gaplashamiz. Kanal egalamiz qish sharoitida iliq o'rtacha havoda, o'rtacha iliqlik xonada saqlanadi. Hozir 2 juft kanal egamiz bor. Havo holati normal darajada, o'rta holatda. Issiq ham unchalik sovuq emas. Bular ishlash uchun o'rtacha havoda, asosiy iliq havoda tuxum qo'yadi. Ular issiq ketsa ham bo'lmaydi, unchalik sovuq ketsa ham tuxum qo'yadi, yotmay qo'yadi faqat. Ular tuxum qo'yish uchun, yaxshi ishlash uchun tuxum beriladi. Asosiy iste'mollaridan tuxum, sariq, oq aralash yo'radi. Doniga aralashtirib bersa ham bo'ladi. Olma yeydi ko'proq. Ko'katlar yeydi. Tuxum haftada 2 marta tuxum beriladi. Ertalabdan soat 7-8larga shu don berishdan oldin tuxum berish kerak bularga. Ularga asosiy vitamin kuch bo'ladi, keyin shu tuxum qo'yishiga yordam beradi. Tuxum qo'ygandan keyin bular mana Xudo xohlasa ishlashga tayyorgarlik nasib bo'lsa, ularda ham harakat bor. 2 parimiz bor bizda, shu ikkalasi yonma-yon qo'yilgan. O'zini doniga aralashtirib bersa ham bo'ladi tuxumlarini. Ularga shu inna sashiga, shu bozorda sotiladigan shu iplari va ranqonlari bor, shu qafaslarga o'rnatiladigan, shularni olib qo'ysangiz, bunaqa hozir salaqam tortyapti. Agar shundan qo'yib qo'ysangiz, shu iplardan in yasaydi o'ziga. In to'qiydi. Suvlarni har kuni almashtirib turish kerak. Suvlari o'ziga vitamin, 2 suvlar shu tumshuq o'sib ketmasligi uchun, keyin o'zini vitamini bularda ham bor. Ularga asosiy tinch joy, ko'p bezovta qilinmaydigan joy bo'lsa, ochib chiqishiga qulay bo'ladi. Agar ko'p bezovta qiladigan bo'lsa, tuxumni tashlaveradi yoki tuxumni yeb qo'yadi, yoki yotmasdan qo'yadi tuxumga. Asosiy tinch joy, bezovta hech kim bezovta qilmaydigan joy bo'lsa, ularga yaxshi ochib chiqishiga qulay bo'ladi. Ularni ochib chiqishi shu tuxum qo'ygandan keyin 15 kun, uzog'i 20 kun ochib chiqadi ular. Hozircha shular. Agar yoqqan bo'lsa videoga like bosib, obuna bo'lib, fikr bildirib ketasizlar. Kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklarni aytib o'tib ketsanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa like, obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat.